Assalamu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb qo'pidi. Jihlar deb sizlar meni Uyg'urlarni kamsitdingiz deb. Men Uyg'urni kamsitmadim. Kamsitganlar shu top bo'lib tilamchilik savatganlar. Nanalardan, Yahudi tashkilotlardan, cherkovlardan akilib sizlarga taqitiyotganlar, shular sizlarni kamsitiyotganlar. Men kamsitmadim. Men o'rningdan tur Uyg'ur. Özünün küçüngü tayan Uyghur, xalqlar bizni ko'zga ilmaydigan bir millatga aylanib qolmayli, tilamchilik qilmanglar da'vatimi. Uyg'ur o'zining kuchiga tayanib jon boqalaydi. Mushu yaqindan beri nurg'unlagan qizlar ishq o'rinlashdi, nurg'unlagan o'g'illar hunarga kirdi, nurg'unlagan qiz yigitlar ishlayotganlar, hunarga kirganlar o'zlari ayrimxonda shunday xushalliqlarni ifodalaydi. Biz Uyg'urning turib ketishini xohlaymiz. Chunki men Uyg'ur. Men Uyg'ur Arabiy, Uyg'ur yana bir ma deganlar emas. Mening millatim degan yerda faqat Uyg'ur deb yoziqliq aqidib qo'shimchalari yo'q. Shuning uchun o'zimning millatimga kuyinaman, kuyinga o'zingning millatingga kuyinsang, tur deysa. Yat demaysa, tilamchilik qil demaysa. Ashalarga sizlarni ko'zga ilmaganlik uchun ashaga tizib rat qilib uyunlarını ko'ryotidu, Türk millatları aşağıda qarab turyotidu. Maymun uyunu ko'rgandek bir xil sim to'saqlarning ichida tursanglar, o'zinglar o'ylab beqinglar, u qanchalik haqorat, qanchalik xo'rliq. Agarda o'zingizning millatini so'ysangiz, tur deysiz, yetib ya demaysiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.